bu ifodani va mana bu ifodani 0 ga tenglashtirib olamiz. Demak, 2 sinus x minusdan ildiz osti 3 barobar 0 ga va u tarafda ildizli ifoda 0 ga tenglashtiriladi va ildiz ostidagina ham 0 ga tenglashtirsa yetarli, to'g'rimi? 7x minusdan 4 minusdan 3x kvadrat teng nechiga 0 ga. Ha, bu tarafdan sinus x barobar ildiz osti 3 taqsim 2 ga kelib chiqadi. Bu yerda x ning qiymati 1 va 4 taqsim 3 chiqadi. Demak, umuman olib qaraganda o'sha ikkita yechim bor. Ya'ni x ning qiymati 1 bo'lganda va yoki 4 taqsim 3 bo'lganda ildiz osti 0 beradi va bu taraf nima bo'lishini qat'iy nazar ko'paytib 0 beraveradi. Chunki mana 1 bilan 1 taqsim 4 taqsim 3 ni x o'rniga qo'yish qiyin emas. Chunki x o'rniga istalgan son qo'ysa bo'ladi, cheklov yo'q yerda. Ya'ni ikkita javob bizda o'sha bor. Xo'p, endi sinus x dan topishimiz kerak. Sinus x ning qiymati ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng deyapti, to'g'rimi? Sinus necha gradus ildiz osti taqsim 2 ga teng bo'lardi? 30 gradusda va 150 gradusda bu qachon? Ya 30 emas, 60 bilan. 60 bilan 120 gradusda bu o'sha 0 dan 360 gacha bo'lgan intervalda shunaqa edi, to'g'rimi? O'sha birlaganini chizib olamiz. Masalan, 60 gradus bo'lsin, debuchi 120 gradus. Demak, mana shu yerda ikkita joyda. Xo'p, endi qarang. Ya'ni 60 ni qo'ysangiz, 120 ni qo'ysangiz, bu taraf nimani beradi общий? 0 beradi. Lekin 0 ni istalgan son ko'paysa 0 ga teng bilamiz, lekin ildiz osti manfiy bo'lib qolsa mumkin emas. Ya'ni bu yerda haqiqiy sonlar haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Haqiqiy sonlar orasida ildiz osti manfiy son mavjud emas. Ya'ni mana bu tanlangan sonlaringiz, ya'ni 60 yoki 120 yoki keyinchalik uni aylantirib kelasiz 360 ga, to'g'rimi? Bir marta o'sha soat strelkasi bo'yicha teskari aylantirgan paytingizda o'sha tanlangan sonimiz va x ga borib qo'yilganda mana bu ildiz ostini manfiy qilib qo'yish kerak emas. Ya'ni aniqlanish sohasini ko'rish kerak. Ya'ni ichkarida ifoda nima bo'lishi kerak? 0 dan katta yoki teng deb ishlanishi kerak. Ikkita javob bor edi. O'sha 1 bilan 4 taqsim 3 qo'yib ishora etadigan bo'lsangiz, masalan 0 lab qo'yadigan bo'lsangiz, manfiy, musbat, manfiy. Demak, x qaysi intervalda bo'lishi kerak ekan? 1 dan 4 taqsim 3 ga. 4 taqsim 3 degani 1 dan sakattroq. 1 butun davrda 3 mi? 1 butun davrda 3. Demak, x shu intervalda bo'lmasa, ildiz teng nima bo'lib qoladi? Manfiy bo'lib qoladi. 60 gradus pi taqsim necha? Pi taqsim 3. Pi taqsim 3. Pi taqsim 3 degan taxriban necha? Bu 3 ga bo'lsangiz 1.04lar. To'g'rimi? Boyaga qo'yilgan chegara 1 bilan 4 taqsim 3 degani qayerda joylashgan? 1 qayerda joylashgan? Ya'ni gradusda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda joylashgan, to'g'rimi? 1 4 taqsim 3 sal buyoq deylik, to'g'rimi? 1 butun davrda 3 midi? Demak, 1.04 shu intervalga tushadi. Ya'ni 60 gradusning radian qiymati bu 1 butun necha? 0.4 va o'sha intervalga tushadi. 120 ga tushmaydi, chunki buniki 2.08 buniki. Ya'ni o'zi 0-360 intervalda bor yo'q bu tushar ekan. Keyinlari konkret tushmaydi, chunki aylanib kelaveradi va gradus oshib ketaveradi. Ya'ni keyingisi 360 qo'shiladi, ya'ni 2 pi qo'shiladi. 2 pi degani 628 qo'shiladi-da, o'sha bu 7 yu necha 32 bo'ladi. Xullas oshib ketib qolaveradi. O'sha 1 bilan 1 butun davrda 3 intervalga tushadigan bu yerdagicha faqat qaysi gradus? 60 gradus, ya'ni pi taqsim 3. Shunda qaysi olinadi javob sifatida? Pi taqsim 3 olinadi. Ya'ni pi taqsim 3 qo'ysangiz, mana bu 0 ni beradi va ildiz osti musbat bo'ladi. 0 ni o'sha ildizga ko'paytirganingiz javob 0 ni beraveradi. Masalan, 120 ni qo'yganingizda bu taraf 0 ni beradi, lekin buni ildiz osti manfiy chiqib qoladi. 0 ko'paytirilgan ildiz osti minusga qanaqa son? U mumkin emas-da, 0 chiqmaydi bu. Chunki bu haqiqiy son emas. Ya'ni haqiqiy son doirasida bo'lishi kerak. Xo'p. Shunaqa. Demak, yechimlar soni so'ralgan bo'lsa, nechta yechim? 3 ta yechim. Bizdan eng katta va eng kichikasini ko'paytmasini so'ragan. Pi taqsim 3 aytdik, bular orasida joylashgan, to'g'rimi? Bu o'rtanchasi mana bu. O'rtanchasi, mana bu eng kattasi, bu mana bu eng kattasi, bu eng kichikasi. Ko'paytmasi necha chiqadi? 4 taqsim 3. Shunaqa gap.